Assalomu alaykum. Instagramdagilar, TikTokdagilar yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'lar yaxshimi, omonmisizlar? Mana shu yerga bir kelgandik. Bugun bir do'stlarimiz borda, Chechenistonlik chaqirishgan edi, baliq ushlaymiz deb. Yana bir ikkita o'zimiz o'zbek bolalar bor. Aka keling degan edi. Keldik, mana shu daryochada baliq ushlayapmiz. Katta baliqlar bor. Endi lekin bu yerda baliqlari ham haligi qorni to'qda chiqavermaydi. Ertalabdan beri bitta baliq. Undan oldingi yil ham kelgan edik biz bu yerda. Rosa katta baliqlarni ko'rasiz. O'zi ham bir nima desa bo'ladi, bir yarim metr, 1 metrlik baliqlar bor katta. Hozir ham bitta ushlagan, albatta ko'rgan bo'lsalaring kerak, bir kichkinasini ushladi. Jami unaqa katta emas. Rasmga ham qo'yib qo'ydim. Baliqlarni qorni to'q, ilashavermaydi. Men hayron qolaman. Shu Shvetsariyada baliqlar ham och ko'zmas. Mishiqlarga, itlarga non bersangiz, go'sht bersangiz yemaydi. Xuddi mana shunday chechen do'stlarimiz bilan kelganmiz. Toshkentlik ukamiz mana shu yerda piknik qilyapmiz xullas. Mana bizning o'g'ilcha Sayfullo. Sayfullo. Qarab yotibdi bu ham. Baliqni nima bo'lishini, chiqishini. Mana shunaqa do'stlar. Men o'zimni qarmog'im yo'q, izinim yo'q baliq tutgani. Bu yerda o'qish kerak. Baliq ushlashlik uchun ham davlatning nimasiga borib 1-2 oy pul to'lab o'qiysiz, ana undan keyin sizga ushlashlik izni beradi. Ushlashingiz Shvetsariyada o'zingizdan o'zingiz kelib qarmog'ingiz bo'lsa baliq tuta olmaysiz. Darrov politsiya yetib keladi, qog'ozing bormi, dokumenting bormi ushlashlik uchun deydi. Shunaqa. Mana shu uchun ham xudo xolasa biz ham o'qirmiz. Ungacha sizlar kelib qolsalaring, kim keladigan bo'lsa ham bir vaqtnaqa kelib, xudo xolasa mana shu yerda bir baliq ushlaymiz inshaalloh. Mana shu yerlarda endi ko'p Shvetsariyada bunaqa daryochalar tiqilyapti. Hammasida balig'i bor. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, kelajakda bir qarmoq olsak, ushlaymiz degan umiddaman. Mana akamiz bitta shu baliqni tutibdi mana. Ushlandi hozir yana bitta, ikkinchisi. Yo, uchinchisi ekan bu, uchinchi baliq. Ko'ramiz. Qanaqa baliq chiqadi. Ana ushlabdi. Oho. Ana, ko'rsalar. Ana ushlandi. Maşallah. Yok ya. Kaçıyaptı balığa, var eler maşallah. Tasım lo dik. Lo, bo så vi har niet juist. Jo, als je echt niks dan moet je. Jo, als je echt niks dan moet Maşallah. Et hulwaili. Maşallah. Mana balıqni ko'ringlar, balıqni mana tishlandi. Bravo. Jo, als je echt niks dan moet. Yok daha da hiç barış da ya hali yakın sen ne işin de zakajın. Yo işte. Wow. Yok bayon. Maşallah. Yine balık. Bunlar kokuyor demek. Ters duyuşu. Tuterim. Das ist noch groß, das andere, oder? Wow. Кимран приехал, зовет нас. Да. Mar bak test belirtesin. 4 kilodan ham oshib olgan. Hadi ya. Yeme. Aha. Hal oza. Сколько кило это? Var da bak. 3,8. 3,8 или 4? 3,5. 3,5. Да. 3,5 kilo ekan. 3,5 kilo. Zou de la